Italyancha yog'da quritilingan pomidor magazinlarda qimmat, yana hamma magazinlarda ham sotilmaydi. Endi Aziza oshxonasida 2 barobar mazaliroq chiqadi va arzonga tushadi. Tayinlab ko'ramiz. Bizga shunaqa ipga tortilib quritilingan pomidor kerak bo'ladi. Ipini kesib ajratib olamiz. Endi buni yaxshilab yuvib tashlaymiz ustini. Ustidan ko'milguncha qaynoq suv quyamiz. Usti ko'milguncha qaynoq suv quyib 15 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. 15 daqiqa turgandan keyin suvini to'kib tashlaymiz. 15 daqiqadan keyin pomidorlarimiz shunaqa holatda yumshaydi. Suvini to'kkandan keyin ozgina pomidorlarni quritib olamiz. Buni toza quruq bankaga pomidorlarimizdan solamiz. Pomidor solamiz, ustidan oregano sepamiz. Endi yana pomidor qo'shamiz. Yana ozgina oregano. Shu tartibda davom ettiramiz. Tuz sepmaysizlar. Tuz sepib qotirilganligini hisobiga o'zi juda ham sho'r bo'ladi. Ustidan yog' quyamiz. Zaytun yog'i bilan kungaboqar yog'ini aralashtirib quyamiz. Pomidor qoqini muzlatgichda oylab saqlasanglar bo'ladi. Har xil taomlarga, salatlarga ishlatsanglar bo'ladi. Yana to'liq ma'lumot video tagida qoldiraman. Aziza oshxonasida yana ko'rishguncha.